Assalom qadrli obunachilarim. Bugungi videomizda men YouTube'ga yangi kelganimni bir aytay dedim. Va hammaga rahmat. 2 kun oldin qo'ygan videoyim allaqachon 2043 ta odam ko'rgan. Legenda hozir qo'ydim allaqachon 36 emas. 21 ta odam ko'ribdi mayli. Lekin yomon emas. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar do'stlar. Va men bir gapni aytmoqchi edim. Nega aynan legendalar qaytmayapti? Masalan, Rekerdi ligi. Hammaga salom. Men bir narsa haqida aytib bermoqchi edim. Bu haqda streamda ham aytgan edim. Lekin menimcha ko'pchilik u yerda eshitmagan kelinglar, mana shu yerda ham bir marta aytib o'tay. Taxminan 2 yillar oldin men shunday televizor ko'rib o'tirganimda qarasam Rekerda 300 ming obunachi bor edi yoki ko'proqmidi. Men u obunachilarga qaradimda, O'zbekistonda 1-million obunachi to'plash orzuyim bor edi. Lekin endi agar hozir YouTube kanal ochib uni yurgizishni boshlasam ham, menimcha undan o'tib keta olmasam kerak. Menda umuman imkoniyat qolmadi deb o'ylagan edim. Mana kecha millionta bo'ldi. Qilamanki bu gaplarimni noto'g'ri tushunmaysizlar. Men Rekerni yomonlash niyatim yo'q, balki taslim bo'lmaganda emas, YouTube'dan ketmaganida hozir unda millionta bo'lardi, lekin taqdir taqozosi bilan mana shunday bo'ldi. Ko'rdingizlar, haqiqiy legendalar ham Rekerni maqtayapti. Nega aynan legendalar ketyapti? Mana Reker legenda ketdi. Yasigo ketdi. Yasin. Ullu. Hesamasi. Amana. Hadi maqopmani. Yasigo. Yani nima qo'yapman? Yasigo. Nega? Minecraft. Mana Yasigo bu ham Minecraft'dan ketdimi? Yo'q, ketmabdimi demanda. Buni necha oy oldin, 2 oy bo'ldi. Bu ham ketdi deb hisoblayveramiz. Lekin aynan legendalar ketyapti. Xo'sh, yana kimlar ketdi? Xo'sh, kim deb o'ylaysizlar? Redruk ketdi. Redruk. Yo'q, aytgancha Redruk qaytdi. Mana videosini ham esimdan chiqib qolibdi. Redruk qaytdimi qachon? Men videosini ko'rdim. Esimdan chiqib qolibdi. Redruk qaytdi. Yasigo ketdi. Redruk qaytdi. Qaniydi shu avvalgidek legendalar qaytgan dedi. Hozir hammasi avvalgidek bo'lmas edi. Hozir bizga Dream ketdi. Technoblade ketdi. Faqat hamma legendalar ketdi. Lekin bitta ham legendalar qolmadi. Albatta men uchun ba'zi odamlar Reker o'rnida Reker, Yasin o'rnida Yasin. Albatta legendalar o'rniga legenda bo'lib berdi. Ammo baribir hech qaysi Rekerning o'rnini men uchun bosa olmaydi. Lekin artefaktga qoyil qoldim. Juda ham kam sonli videosi bilan millionga erishgan. Uni ham unga emas. Yo'q, videolar ko'paygan. Lekin avvallar videolar unchalik ham ko'pmas edi. Men masalan artefaktni aynan sotib boshlayapman desam, qaysi videolardan mana bundan sotib boshlaganman. Bugun Sabırni ko'p qo'yaman. Keyin esa videolarni ko'rmayman. Eng qisqa Hammaga assalomu alaykum.
alaykum do'stlar. Sizlar bilan Artifak jamoasi. Demak, biz Barcha emas. Mana Husan Hasan Mashisi. Faqat legendalar ketib. Xullas legendalar faqat ketyapti. Tez orada legendalar qolmasa ham kerak. Faqat legendalar ketyapti. Nega? Menga eng alamli qilayotgani Recher bilan Dream ketgani. Shtura ham Minecraft'dan nega ketdi? Mana. Salom, men Dreamman. Endi boshqa hech qachon Minecraft o'yna olmasam kerak. Bilasiz, kaftimni sindirib oldim. Men Dream'lar haqiqiy nimalar edim. Dream mana shu ham. Kerak. Bilasiz, kaftimni sindirib oldim. Va bu Men do'stlar, mana shu aytgan hamma odamni obunachi edim. suyak Eng ko'p ko'radiganim Recher edi. batalar ekan. Inson tanasidagi eng og'riqli suyak. Bunga tez ko'nikishim mumkin, lekin men qo'rqaman. Obuna bo'ling va bilasizmi? Mening ham dam oladigan vaqtim keldi chog'ar. Chunki hamma narsaning chegarasi bor. Salom. Hamma narsaning chegarasi bor, faqat bitta narsaning chegarasi yo'q. Kill, ya'ni o'limning. Boshqa narsani topolmayapmiz hali demanda. Do'stlar, mayli hammaga xayr. Like bosib obuna bo'ling. Shu oyning oxirigacha Xudo bilsin 1 million bo'lamanmi? Million emas, ishqa 1 ming bo'lamanmi? Legenda var bir legenda. Nasıl? Legendalar qaytsin degan obuna va like, komment yozish esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Sizlar bilan Dark Lord.